Menga ro'para qo'ygan vaziyatdan chiqib ketgan. Men demoqchi bo'lganim bugungi ko'rsatuvimizda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni va aynan jurnalistika haqida gaplashyapmiz. Bizi haydovchilarimiz ham ijodkorda. Demoqchiman, mana studiyamizda Tillayev umuman bugun ovozi juda ham yaxshi. Birinchi qo'shiq kuylab berasizmi yoki suhbatlashaylikmi? Marhamat. Bo'lmasam, Bahodir, endi ommaviy axborot vositalarida ishlaganingizdan keyin juda ko'p joylarga borasiz. Albatta, san'atkorlar bilan suhbatda bo'lasiz. Suhbatga borasiz, xalq, oddiy xalq bilan katta bir davrada yurasiz. Ana shu davrda ham Abdurahmon akam aytganidek, hatto chiroqchilik qilib yuradi-da, yoki bir tasvirchiga bir yordamchi bo'lib yuradi. Muhit ichida yuradi. Muhit ijod ichida yurib shakllanib qoladi. Atlas ko'ylak egnida, Farg'onani yo'lida, Atlas ko'ylak egnida, men bir qizni uchratdim, dastaguli qo'lida. Men bir qizni uchratdim, ey dastaguli qo'lida. Halal kız ekan, sözleri bal kız ekan. Labzi halal kız ekan, sözleri bal kız ekan. Ay dese ay degudek, tınık cemal yüz ekan. Ay dese ay degudek, tınık cemal yüz ekan. Farg'onani yo'lida, Atlas ko'ylak egnida, men bir qizni uchratdim, dastaguli qo'lida. Men bir qizni uchratdim, ey dastaguli qo'lida. Baktım unga canım deb, canım emas jahonim canım deb, canım emas jahonim deb. Yorug' mash'alam o'zing, sevganim janonim deb. Yorug' mash'alam o'zing, sevganim janonim deb. Farg'onani yo'lida, Atlas ko'ylak egnida, men bir qizni uchratdim, dastaguli qo'lida. Andijonni yo'lida, Atlas ko'ylak egnida, men bir qizni uchratdim, dastaguli qo'lida. Men bir qizni uchratdim, ey dastaguli qo'lida. Men bir yorni uchratdim, ey dastaguli qo'lida. Dilshodbek, keling bu yerga. Xizmat mashinasini magnitofonni olib tashlasa ham bo'laverar ekan, bemalol. Ashulalarga buyurtma bor. Buyurtmani men o'zim qabul qilaman. Albatta. Bahodir, men teatrda ishlaysiz-da. Biz ko'p kinolar, filmlar ko'rsak, aynan mana shu sahna ortidagi oddiy insonlarni bir qahramon bo'lib ketishi, aynan sizlarda jarayoninglarda ham mana shunday insonlar bormi? Bizda ko'p, misol dekoratsiyachilar, oddiy pardani yopuvchilar ham pardani yopguncha ashula aytib yopadi-da. Yoki ustalar, rassomlar ham hattoki rasm chizish paytida, o'sha dekoratsiyalarda rasmni eskizini chizish paytida ashulalar aytadi yoki qanaqadir spektaklda bir parchasini o'zi ijro etib rasm chizadi-da. Ko'p bizda. Baribir haligi ustozlar aytdi-yu, o'sha muhitni ichida yuribdi. San'atkorlar bilan, aktyor, aktrisalar bilan birga baribir yuqadi-da. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deydi-yu. Yuqtirmaguncha demak bo'lmaydi. Bu mana o'zingiz haqingizda aytib bering. Umuman mana shu qanchadan beri qo'shiq aytib kelasiz? Bu siz shunchaki hobbimi yoki bir ashulalarga ham aytganidek to'ylarga, bir tadbirlarga ham borib
ijro qilib turasizmi? Avvalambor assalomu alaykum G'ayratbek aka, Bahodir aka, hammalarga, shu televideniyani ko'rib turganlarga. Biz kasbimiz boshqa o'zi. Shu Andijon teleradio kompaniyasida haydovchi xodim bo'lib ishlaymiz. Shu bizga yoshlikda shu hobbida qo'shiq aytish. Ovoz bor, ha, Shural aka? Ovoz bor. Lekin musiqa maktablari yoki qanaqadir to'garaklarga bormagansiz. Yo'q, musiqa maktabida Zo'r. o'qimagan. Bu yaxshi natija aka. Ijodiy muhitda o'zi. Juda ham zo'r natija. Abdurahmon aka, mana shu ishlab yurgan davringizdagi mana yoshlar, juda ko'p yoshlar kelgan, aynan siz rahbarlik vazifada o'tirgan paytingizda juda ko'p yoshlar kelgan. Endi yangi davrda yoshlar, endi hozir yangi O'zbekistonda yoshlari. Albatta. Ana shu bugungi kun jurnalistikasiga, bugungi kun yoshlarga siz nima degan bo'lar edingiz? Umuman bugun qaysi jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylaysiz? G'ayratbek, yana taqqoslashgan boshlasam-da, biz ishlayotgan paytida televideniya, umuman televideniya, viloyat televideniyasini nazarda tutmoqchiman. Monopol xarakterga ega edi. Monopol xarakterga. Chunki televideniyalar oz, faqat O'zbekiston kanali bor edi. Sport ham keyin tashkil bo'lgan, viloyat televideniyasi. Xohlaysizmi, uyga kelgandan keyin, charchagandan keyin O'zbekiston televideniyasini ko'rasiz yo Andijon televideniyasini ko'rasiz. Bu monopoliya deyiladi. Endi bugungi ahvol qanday endi? Raqobat kuchaydi. Raqobat kuchaygandan kuchaydi. Ikkinchi tomoni yoshlarga havas qilyapmiz, deyapmiz, ikkinchi